Esingizda bo'lsa, mana shu 725 reklama qilib berganda, mana $100 qilib narx qo'ydik. Esingizga tushdi. Xuddi shu 725 video o'qiganimizda o'kelib. Qanchaga sotilib ketdi-ding? Bir kunda sotilib ketaverdi. Kechgacha ham ertasi kun sotilib bo'libdi shu kelsam, o'kelar. Hozir ulgurolmaganlar uchun yana bitta video qo'yamiz. Mana bir emas, ikkita 725 olib qo'yamiz. Xuddi shunaqa stansiyasi cho'tga turibdi. Bu bo'lgan uchun $100 dan beraveramiz. Putlarni beramiz, o'kelar. Mikrofonlari ham bor, hamma narsalar bilan beramiz. Bir emas, ikkita 725, mana stansiyasini ko'ringlar. Hammasi ideal, holatlari cho'tki. Ishlab turgan joyda yechib olganmiz. Arzon narxida beraveramiz. O'zi yangi sukam necha sotasan? 160. $160 ga yangisi do'konimizda turibdi naryoqda. Atak mana $100 ga tayyor qurtdek variantigini olsanglar bo'ladi. Ulgurib qolinglar. Qolaysizlar, dastlabki xizmatlar bor, jo'natib olamiz. Bo'lmasa ham shu yerda ustidan chiqib olalar, bir pasda qilib berishadi.